Anakay Bunyodbek qo'l bilan harakatlanadigan ventilyator maketini yasagan. Mana Bekzat bilan ikkalasi aylantirib, tuzatib turibdi. Bular 5-chi V sinf o'quvchilari. 8-chi maktabning 5-chi V sinf o'quvchilari o'zlari yasagan. To'ppingizdan chechib qo'ysangiz Bekzat yaxshi bo'lar edi. Qana Usmonjon? Qanaqay qayiqcha? Elektr dvigatel yordamida harakatlanadigan qayiqcha maketini Usmonjon Atamurat bilan birgalikda yasayotib bo'lar. Mana aylanib turibdi. Shamol o'zining shamolini suvga tushsa yuradi bu. Juda yaxshi. Elbek ham yordam bergan, to'g'rimi? Kamronbek keyin yasab kelaman dedi. Jahongir ham, Sardor ham keyin yasab kelaman deb va'da berdilar bular. Muhammadjon havo bilan yuradigan qayiqcha yasabdi. Qana Muhammadjon bir ko'rsatib bering. Dam berib, aha. Juda yaxshi. Kuchliroq dam bering, kuchliroq. Qaydaldan. Anakay, anakay. Shaqchaqan. Havas qilib o'tiribsizmi? Ha. Anakay. Demak, Islombekning qo'l bola umuvalnigi mana bildirib qo'yiladi. Tagidan, eshikchadan. Bu faqat umuvalnig emas, hatto o'simliklarni tomchilab sug'orishda foydalansa bo'ladigan maxsus moslamaga o'xshab ketadi ekan. Ajoyib.